Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, mana Moskvadan O'zbekistonga odam pochta olamiz, taksi xizmati aka-ukalar. Bunaqa mashinalardan Naval Rossiyadan ketmoqchi bo'lgan aka-ukalar, O'zbekistondan kelmoqchi bo'lgan aka-ukalar bo'lsa, Kia Carnival shunday komfortli mashinalarimiz bor aka-ukalar. A'lo holatda. Moskvadan O'zbekistonga любой точкasiga pochta xizmatlari ham bor aka-ukalar. Ketmoqchi, kelmoqchi, pochtani yubormoqchi bo'lgan aka-ukalar bo'lsa, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga pochta xizmatlari ham bor. Moskvadagi musofirdagi aka-ukalar bo'lsa, chiqaverasizlar aloqaga mana. Hozirda mana Moskvada turibmiz, данный moment. Shu ekranga nomerlar qoldiramiz, shoferlar nomerlarini qoldiramiz, adminlarini aloqaga chiqaverasizlar mana. Только что pochtalarni hozir Moskvadan yig'ishtiryapmiz aka-ukalar. Mashinamiz mana Kia Carnival 7 ta o'rindiqli komfortli mashinalar mana aka-ukalar. Pochtalarni уже yig'ishni boshladi aka-ukalar. Mana ochiladimi orqa eshik shofer aka? Ochiladi aka. Ochib qo'ying. Mana ichki holatlari. Mashinamiz endi shu joydari o'zimizda shu tirikchilikda yurgan mashina aka-ukalar mana. Pochtalar olingan. Pochtalar necha puldan bo'ladi? Bu yoqqa endi shofer aka? Pochtalar xudo xolasa 200 rubldan olyapmiz kilogrammini. 200 rubldan, ha? Rubldan kilogrammini. Chiroyli qilib yetkazib olib borasiz, aka, xudo xolasa. Olib boramiz. Manzildan manzilga 200 rubldan olyapmiz. Ekranlarga nomerlar qoldiramiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga mana shofer akamiz o'zi aloqada bo'ladi har doim. Bunaqa mashinasidan 3-4 ta bor. Xudo xolasa mana Moskvadan shu ishlarni yo'lga qo'yib boshladi aka-ukalar mana. Ekranga ishonchli nomerlar qoldiramiz. Rossiyaning любой точкasiga pochta xizmatlari bor. Aloqaga chiqaverasizlar. Ekranga ishonchli nomerlar qoldiramiz. Shu shoferlarni, adminlarini 24-27 aloqaga chiqaverasizlar. Ishlab turadi har doim. Mana chiqilaveradi.